Sekin yuravering bugun birinchi kuningiz. Lecheniya ali salfan qo'yda. Bo'ldi. Qo'ydim. Qancha metr yura olyapsiz? Nima? Tortib qolyapti. O'zi bir ishda tortib turibdi bo'lib, qo'yvormayapti. Qo'yvormayapti. Soat 2dan beri shuni qo'yib qo'yapti. Dori-darmon oldingiz. Ko'rdingizmi, ushlab qo'yganda? Yuringchi bitta bosingchi qancha yura oladi ko'raylikchi. Voy. Ko'ryapsizmi? Tomografiyangizni ko'rmay aytib berdim-a millimetrgacha? Aytdingiz jonim bolam. Yo, adashdimmi? Yo'q. Yaxshi. Bolam degan narsa sizni deb. Ha. Meni nimalar bor deya so'kib. So'kib yo'laman deb. Mengacha ham ko'p joyga borib keldingiz. Qo'shtepaga bordim. Ha. Yotib keldim, qo'shtepaga bordim. Bo'pti, qiynamaylik, qayting hola bo'lmasam. Qayta olmay qolmang, uzoq yursiz. Chatdagi qori bola bilan birga umralarga borgan ekansiz. Aha. Nashim bo'ladi, ashi bola. Kim? Qori bola, mashatni qorisi. Imommi, masjid imomi? Ha. Kimingiz bo'ladi? Ashi bola ham tavsiya qildi. Ha, qachon? Biz dedi birga nashalarga Ha. dedi, men nima deb anisida yotuvdimda. Ha. Yaxshi. Ashi bola ham aytdi. Ja, ashi ukam ham yaxshi. Bola, ashiga boring. Bo'ldi, yaxshi. Bo'ldi. Mengacha ham to'k qo'ydingiz, fizioterapiya oldingiz, ukollar qildingiz. Ta'sir qilmadi dori-darmonlar. Shuncha aytdim-da, "Ey, og'riq qoldirish ta'sir qilmaydi bunga. Foydasi yo'q" deb. Xonangizga kirib sekin yoting endi. Ular ketdimi alla? Qatiblar ketdi, yonboshlaringiz ukol borib. Indamang bolam. Ha. Indamang. Shuning uchun adab javrimay, ukol olmanglar, foyda qilmaydi bu ukollar deb. Qilsa sizga qilardi. Menga qilardi, haqiqatdan ichganimni ayting. Ha, ichingiz apteka bo'lib ketgan. Apteka. 777 degan apteka Bilan ichingiz. keldim. Aha. Ichmay turavering, bari ta'sir qilmaydi. Yaxshi. 10 oyoqqa beryapti ekanda, 10 oyoqqa bergani yomonda buni. Doim aytaman, 10 oyoqqa bergani yomon deb. Matimda ham yo'q. Mana shu tizza bilan moni oralig'ida. Bo'ldi, tushunarli. Sekin kirib yotaring, joylanaring, ha. Assalomu alaykum. Alloh shifo bersin. Mashq xotin ham sizdaqa keluvdi, birinchi mashq. Qarang, dingillab yuribdi hozir. Ha, jipillab yuribdi. Ha. Kiravering. Ha. Lecheniani tugatdik-a? Bugun 5-kun. Bitta paxot yurib bering bitta ko'raylik. O, sekin borib kelasiz. Bemorlarda yuklarimi? Opa, zalga borib keling, u koridorga borib kelasiz. Qanchalik o'zgarish sezdingiz? Qaytaring hola. Ketib qolasiz ekan endi. Tez yurib, inqillab yuruvdingiz. Necha foiz o'zgardingiz? Endi 100% desam ko'p bo'lib ketsa kerak-ku, 80% o'zi. 80%, yaxshi. 80% lekin rezultat bor. Kelganda olganman, inqillab yurardingiz. Xo'p, mengacha necha kun og'rirdingiz, necha oy ukol oldingiz? Ikkita banisada yotib Aha. chiqdim. Ana shuning uchun men aytaman, Ikki banisada duo topolmadim. dori-darmonni foydasi yo'q deb shuncha aytaveraman. Ey, baraka topinglar, blokada olmang, banisada, mayli yotinglar. Og'riq qoldiruvchi bilan davolab bo'lmaydi buni. Umurtqani ochish kerak, manual terapiya qildingmi? Necha yoshdasiz? 73. 73 yoshda. Xo'p, oyog'ingiz tortib belda og'riq bo'lardi. Bel sohasida griji borda, ham skalyoz, qiyshig'ida belingiz. Endi umurtqani ochib tortik rejim qilasiz, og'ir ko'tarmaysiz, qattiq joyda yotasiz, uzoq muddat o'tirmaysiz. Va kanalimizda mashqlar bor. Umurtqa sohani tortish, umurtqa sohani ochish gimnastikalarimiz bor. Shularni bajarasiz uyingizda, xola. Qarang, birinchi etapda 80%. Endi kimda qanaqa bu ham Allohdan-da. Biz ham qo'limizdan kelgan qilamiz. Demoqchimanki, rejimlarga rioya qilasiz opa endi. Endi bir oyda yana bitta ko'rishamiz. Oyog'ingizdagi belingizga nimalar qo'yib yubordi, og'riqlar. Keyin uyqu ham yaxshi bo'ldimi? Uxlamasdingiz umuman. Sutkalab uxlamasdingiz-da. Sutkalab uxlamasdingiz. Necha metr yura olyapsiz hozir? Bemalol borib kelyapman. Bemalol bor. 10 metr yura olmasdingiz-da? Yo'q. 10 metr yura olmasdingiz. Yaxshi. Xo'p, yaxshi boringlar. Sizlar ham ketyapsizlarmi? Mashinalar keldimi? Bo'ldi, o'tib olaringlar. Xo'p, bitta yurib berasiz yana. Qancha yur desam yuraverasiz. Xudoga behisob shukr. Yaxshi. Yaxshi o'qiganimga. Bo'ldi.
Opa, endi nima qilamiz? Men aytgan rejim. Men ham tortib ochib qo'yaman-da, bo'ldi. Rejim qilmasangiz ham bo'lmaydi lekin, o'sha yoqqa ham bor. Xo'p, bir oydan keyin ko'rishamiz. Yaxshi bo'lib qoling, opa, sog' bo'ling. Xo'p, mayli. Hammalarga tavsiya etaman, shu bolamga kelinglar. Xo'p.